$300 ga bu mashinani nima qilib berdik? Rossiyadan kelgan Lexus akala. Uzoq yo'llar yuradigan mashina обязательно лобовойga broneplyonka qilish kerak. Kuzuplari bo'lgan ekan, mordasi. Xo'p, loboviyni o'zida broneplyonкani shilib tashladik. Bundan oldingi videoda lentamizda turib ko'rsalaring. Idealniy darajada formirovka qilmaydigan bez formirovkali broneplyonka qilib berganmiz. Narxi $300. Nimaga buncha qimmat deyishlari mumkin? Broneplyonkaning sifat kачествоsi o'shanga yarasha. Xo'p, $300 mana shu loboviylarga broneplyonka urib berdi. Dash yo'q deb turadi. Xudo xolasa ideal darajada bitdi. Hozir egallab berib yuboramiz. Hech qanaqa tumani yo'q. Yaxshi firmadan qilib berganmiz, yaxshi kачествоda qilib berganmiz. Yo'q deb turibdi, xudo xolasa kelar. Toshlardan, sinishlardan har xil nima deydi, ko'ngilsiz holatlardan saqlaydi. Nima deysizlar, $300 ga arziydimi, yo'qmi? Eng qizig'ini aytsam, bu broneplyonka klientga ham aytdik biz, uzoq 6 oy yoki 1 yilgacha. Boshqa iloji yo'q. Baribir chiziladi. Chunki dvorni artadi, ehtiyot qilib yursa 1 yildan oshishi mumkin. Lekin baribir uzoq yo'lda yuradigan odam kerak ekan. $300 ga shu loboviyni chiroyli qilib broneplyonka qilib berganmiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Polni kuzov deysizlarmi, lobovoy, panorama qizig'i yo'q akalar, aloqaga chiqsalaring, ideal darajada qilib beramiz. Xudo xolasa bu klientimizga ham tayyor. Kelib olib ketsa bo'ldi.